Bugun Denov tumani tarixi sarvaraqlariga oltin harflar bilan yozilsa arzigulik kun. Nafaqat Denov, balki Surxondaryo viloyati uchun ham tarixiy sana. Chunki aynan shu kunda viloyat miqyosida birinchi uy muzeyi akademik Nazar Yo'ldashevich To'rayev nomidagi ilm va ma'rifat maskani o'z eshiklarini ochmoqda. Bugungi mana shu uy muzeyini ochishga respublikamizda bo'laversa butun tumanimizda bo'layapti. Hamma oqsoqol joylar qatnashyapti. Ruxsatlaringizda mana shu uy muzeyini ochishga Nazar To'rayev faqat o'zini emas, balki butun ilm yo'lini tanlagan, yosh avlodni tarbiyalagan ustoz edi. O'sha paytlarda bizning ustozimiz akademik Nazar To'rayev rektor edilar. Ko'rganimizda shu tasavvur hayotimda eslaydigan voqealar shu bilan bog'liq ko'p bo'lgan. Chunki hayot yo'llarimizda o'shadan saboq oldik, o'shaning hayotiy falsafalarini o'zimizga dars qilib oldik. O'shaning Bu uy muzeyi faqat eksponatlar jamlanmasi emas, bu ziyo maskani, bu ruhiy tarbiya va ilhom manbai. Bu joyda har bir ashyo, har bir hujjat ortida buyuk insonning fidoyiligi, mehnati va mehri yotibdi. Asosiy bizni jonbozlik bo'lib turgan Oybek qachon buni tugatamiz degan gaplar men bir necha marta ko'rishib turgan ustozimiz bor. Bu yerda Respublika ma'naviyat ma'rifat markazini ma'naviyat targ'ibotchi fidoyi ko'krak nishoni sohibi Denov tumanidagi ma'naviyat markazi rahbari Toshtemir aka Turdiyevga so'znoma bermoqchiman. Keling siz gapingizni ayting. Aziz birodarlar, men bütün narsa Oybek aka, Ilhom aka, mana mehmonlar Jozef aka, Abdurashid aka, Ilhom aka, bütün narsani aytmoqchiman. Nazar aka haqiqatdan buyuk inson. Men bu odamning ruhi oldida ta'zim qilaman aziz birodarlar. Bitta ish qilsak, Jozef aka. Shu jamoamiz mana shu Denov tadbirkorlik pedagogik instituti. Qarang, aziz birodarlar, Nazar To'rayevni Nobel mukofotiga tavsiya etsak, nima deysizlar?